Assalomu alaykum, hurmatli aziz kuzatuvchilar. Sizlar bilan yana Usta Bahromjon kanali. Mana yana bugun Asaka tumanida yana bir obyektimizni o'z nihoyasiga yetkazib, go'zal holatda topshirdik. Mana o'zingizlar ko'rib turibsizlar. O'zingizlar yengil kommentariyada o'zingizlar fikringlar baholab berasizlar ishimiz qanaqa chiqqani haqida. Mana darvozaxonamiz chekalarini endi naqshlar bilan go'zal qilib sodda, chiroyli, sodda bo'lgan albatta go'zal holatda tugatib berdik. Mana bu shafkalarimiz. Xonadonimizda ko'proq shafkalar bo'lgan. Xudo xolisi. Akalar, mana o'zingizlar ko'rib turibsizlar, ish nihoyatda go'zal bo'lib bitgan. Bittadan layklar ayamaysizlar degan umiddamiz. Bu ishimizga jami 150 kvadrat tunuka rasxodimiz sarflangan. O'zingizlar bilasizlar, 1 kvadrat tunuka rasxod narximiz 130 ming so'mdan bo'lyapti O'zbekiston bo'ylab. Hozirda ko'proq vodiy bo'ylab ishlarimiz bo'lyapti, lekin vodiydan tashqariga ham ishlar qilinaveradi. Bemalol pastki nomerlarga aloqaga chiqsanglar, kelishib pulini go'zal holatda qilib tugatib qo'linglarga topshiramiz. Aybga buyurmaysizlar, ishimiz jicha qorong'uda olinib qoldi videoga. Chunki o'zingizlar to'g'ri tushunasizlar degan umiddamiz. Xudo xolisi ishimiz mana shu ko'cha tarafda shafkalarimiz ham bor. U yog'i suvoq remont bo'lgandan keyin qilinar ekan. Xudo xolisi u yog'i bitsa, bitta splashni chiroyli qilib video qilib qo'yib berishga harakat qilamiz. Sizlardan bittadan like, o'z fikringizni kommentariyaga yozib ketishinglarni iltimos qilib qolamiz. Agarda obuna bo'lmagan bo'lsangiz, bittadan yengil obuna tugmasini bosib qo'yinglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.